Oxirgi videoni qo'yganimga ham bir hafta bo'ldi, lekin videodagi aktivlik meni prosta shokka tushirib qo'ydi. Mana bu narsa undan-da ko'proq shokka tushirdi. Sababi meni 99% odamlar obunasidan o'chaqotgan ekan. Bu narsadan keyin men qanday reaksiya bildirishim mumkin aytinglarchi? Nu, mayli, sizlar bunaqa oddiy narsalarga boshlaringni og'ritish niyatim yo'q, shuning uchun videoni tezroq boshlayman. Har doimgidek qahramonimiz oddiygina dunyoda o'yin olib boryapti va u uzoq safardan qaytgach, o'z temirlarini eritish uchun pechkaga qo'yayotgan edi. Temirlarni qo'yib bo'lgach, u yana konga borishga qaror qildi va darhol yo'lga otlandi. U daryoning narigi qirg'og'idagi kichik konni ko'rib qoldi va daryodan o'tib, u tomon bora boshladi. Yuqoriga amallab chiqib olgach, konni ko'zdan kechirishga tushib ketdi. Arzirlin biron narsa bor edi deyish qiyin. Shuning uchun u narigi konga kirishga qaror qildi. Uyga ham borib olgach, yuqorida turgan gravelarni tushirib tashladi va bildiki, u boya kelgan joyga qaytib kelgan edi va o'z suvini oldi. Kech tushayotganini ko'rgach, suv yordamida yuqoriga chiqa boshladi va uyi tomon yo'l oldi. Uyga qaytib kelgach, eritishga qo'ygan narsalarni oldi va o'rniga go'sht qo'ydi. Shunda u yotog'ining joyi o'zidan sezib qoldi. Keyin u yotog'ini sindirib, o'z o'rniga qaytarib qo'ydi. Keyin u eritishga qo'ygan go'shtini olib, tashqariga chiqdi va atrofga fakir qo'ya boshladi. Ammo u uyiga kirib qarasa, u yerda yodoq yo'q edi. U qo'rqib ketdi. U yotoq turgan joyini tagini qazidi, lekin yotoq yo'q edi. Yana biroz qazidi, lekin yotoq chiqmadi. U qaytib chiqib turgan joyini tekislab qo'ydi. Va yana yangi yotoq yasadi. U yotoqni qo'ydi, lekin yotoq sinib ketdi. Keyin u uyning atrofini kuzatish uchun tashqariga chiqdi va kuzata boshladi. Keyin qarasa, yotoq uyning orqasida turgan ekan. U uni biroz uzatdi va oldiga bordi. Uning oldiga fakir qo'ydi va uni sindirib uyga olib kirdi. U yotoqni joyiga qo'ydi va tashqariga chiqmoqchi bo'ldi. Lekin chiqmadi va ortga qaraganda yotoq yana joyida yo'q edi.
U yana tashqarini tekshirish uchun chiqdi, lekin yotoq to'g'ri turgandi va uning usti qon edi. U qo'rqib ketdi. Keyin u yotoqni biroz kuzatib, uyning eshigini yopish uchun bordi. Lekin qaytganda yotoq joyida yo'q edi. Uning o'rnida Bedrockning oldida yotoq sinib yotardi. To'xtay do'stlar, men sizlarga o'zim Telegram mod kanalini tavsiya qilaman. U yerdan siz bir-biridan qiziqarli bo'lgan modlarni topishingiz yoki keyingi video qanday bo'lishini oldindan bilishingiz mumkin. Albatta kirib obuna bo'lib qo'ying. Xursand bo'laman. Telegram kanaliga havola video ostida hamda kommentariyada bo'ladi. U yotoqni bir chekkaga olib, bu yerga Bedrock qanday kelganini aniqlash uchun pastga tusha boshladi. Birozdan so'ng u yana qaytib chiqdi. U yotoqni joyiga qo'yib, undan biroz uzoqlashib ortga qaraganda, yotoq yana sinib ketgan edi. U yotoqni yoqib yubordi va mash'alalarni yig'ishtirib uyiga bordi. Lekin qonli yotoq uni uyda turardi. Tashqarida esa uxla degan yozuv. Keyin u yozuvni ham, yotoqni ham olib yoqib yubordi. Ortga qarab ne ko'z bilan ko'rsinki, uning uyi ham yonardi. Ichkarida esa o'sha yotoq turardi. U eshikni ochib ichkari kirdi. Ichkarida esa qon va yana o'sha uxla degan yozuv turardi. Keyin u yotoqning oldiga yaqinlashdi va uxladi. So'ng do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar yana shunga o'xshash horror video chiqishini istasangiz, bu videoga 100 ta like yig'ib berishingiz kerak bo'ladi.